Assalomu alaykum topdagi qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshi tudinglarmi? Salomat turamsizlar. Yuqorida mush to'pqa Abduqodir Yapchanning 13 minut 12 sekundlik bir so'zi yo'llanibdi. So'zning mazmuni Qur'on inkorchilariga va namoz inkorchilariga radiya degan maqsadda so'zlanibdi. Asosiyatdan shularga radiya berish maqsadida so'zlanibdi. Radiya beribdi bundoqcha aytganda. Endi mushu Qur'onni so'zlayotgan mushu kishilar shu ismini atabdi. Shu Qur'onni yetkazayotgan shu kishilarda rost Qur'onni inkor qilayotgan odamlarmi? Rost namozni inkor qilayotgan odamlarmi? Eng inchki masala mana mushada. Shu Abduqodir axun da'vatgandek Qur'onni rost inkor qilamdi ular, namozni rost inkor qilamdi. Bu masala yomon zil masala bu. Zil masala. Endi Abduqodir Yapchanning o'ziga kelsak, men Abduqodir Yapchanni qanday taniyman desa, Abduqodir Yapchandek odamdan, millatimizning ichidan bir ayz odam mush odamdek bo'lsa, inqilobimizda, tajovuzchi qarshi turishimizda yomon cho'ng burilish hosil qila olaydik, oldimizga ilgirlay olaydik. Mana millat dushmanga qarta insondagi ruh, dushmanga qarta bir insonda mush Abduqodir Yapchandek bir ruh yetilish kerak. O'zining dushmaniga qarta mush Abduqodir Yapchandek bir ruh yetilish kerak. Dushmanga haqiqatan qarshi tura oladigan, qayerda, qaysi vaqtda qaysi gapni qilishni biladi deydigan, biladigan va dalalaydigan. Dushmanni haqiqiy taniydigan, haqiqiy isil odam deb qarayman bu odamni men. Bu odamga bek hurmatim bor mening. Hurmat qilaman. Bek yaqin aralashmasammi, har qanday vaqtda bir yerda uchrab qolsam, nayt hurmat bilan muomala qilaman, hurmat qilaman. Buningdan kim hurmat qilaman Alloh xolisa. Lekin bu odamning so'ziga qarata so'z qilib qilishimiz bu odamga qarshi turayotganligimizmi desa, yo'q, unda emas. Mushu kishimi so'z qilish jarayonida xato ketib qolamdi desa, xato ketadi. Bundaq kishilar xato ketgan vaqtda bilganlarimiz tuzitib qo'ysak, o'zimi bilib oladi, ishtik tuzitib oladi. Undaq odamlar ishtik tuzitib oladi. Undaq odamlar ishtik biladi. Kimga, qachon, qayerda, qanday gap qilishni biladigan. Ig'zidan gap shunda avtomatdek, nayti grammatiklik, nayti chiroyli chiqayotgan, odamlarga ta'sir qiladigan, boshqalarning inqilobi ro'yini qo'g'daydigan shaklda gap qilayotgan bu odamlar tafakkur iqtidori chunqur bo'lmasa, bunday gapni qilolmaydi. Bir narsaning to'g'ri xatoni oraydigan qobiliyati yaxshi bo'lmasa, bu gap insonning ig'zidan chiqmaydi. Ig'zidan chiqayotgan gap shu odamning tafakkur iqtidori bilan, qobiliyati bilan munosabatlik. Demak, bu kishida ana shunday qobiliyat bor, haqiqiy inqilob ruh bor. Millatimizning ichida jamoat arboblarining ichida bu odamning oldiga o'tadigan odam yo'q deb qarayman men. Shunday hurmatim bor bu odamga. Lekin bu odam xatolashamdi desa, xatolashadi. Xatolashgan vaqtda jur'atli chiqib mush odamning xatosini ko'rsatib bersak, qabul qilsa tek yaxshi. Qabul qilmay qolsa, umi insonlik, ya'ni qabul qilmay mening to'g'ri deb turib olgan taraflarim bo'ladi insonningki, ya'ni umi o'zining ixtiyorligi. Alloh bergan ixtiyorlik. Qur'on inkorchilariga deb turib 3 odamning so'zi ismini atab turib qarshi turibdi. Qur'onni yetkazayotgan odam Qur'on inkorchisi bo'lamdi desa, Qur'on inkorchisi bo'lmaydi. Abduqodir Yapchan buni biladi. Qur'onni yetkazayotgan odam Qur'on inkorchisi bo'lmaydi. Namozni mayli 5 vaqt o'qisin, mayli 3 vaqt o'qisin, mayli 5 vaqt o'qisin, namozni so'zlayotgan odam namozning Qur'onda borligini
barligini so'zlayotgan odam namoz inkor qilgan odam bo'lmaydi. 5 vaqt namoz o'qimaydigan umrda, lekin boshqalarning o'qiyotgan namozni masxir qilmaydigan, o'zi namoz o'qimaydigan, namozning necha vaqt to'g'riliqmi o'ylashmaydigan, lekin men musulmon deb yashaydigan, shu kishilarmi desa namozni inkor qilgan odam bo'lamdi desa, namozni inkor qilgan odam bo'lmaydi. Namozni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Qur'onni inkor qilgan odam kofir bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin, Abduqodir Yapchan Qur'ondan bir tal oyatni inkor qilgan odam kofir bo'ladi deb to'g'ri so'z. Qur'ondagi oyatning mazmunini tushunmay, bilmay, uning teki yetmay, xato ta'vil berib qo'yish boshqa bir masala, uni inkor qilish boshqa bir masala. Xato ta'vil berib qo'yilgan, xato tushunib qolgan, xato boshqalarga xato yetkazib qolgan ahvol albatta bo'ladi. Lekin Qur'onning mazmuni ochiq tursa, aniq tursa, uni bilib turib inkor qilish desa kofir bo'lganligi rost. Namozni mu inkor qilsa kofir bo'ladi. Qur'ondan bir tal oyatni inkor qilsa, bir tal harfini debdi, Alloh rozi bo'lsin, inkor qilsa kofir bo'ladi. Endi mushu Qur'onni yetkazayotgan odamlar Qur'onni inkor qilayotgan va namozni inkor qilayotgan odamlarmi desa, yo'q, unda emas. Bularni yo'lda ko'rganda yuziga tukirib qo'yish kerak, debdi, yuziga tukirib qo'ydigan odamlar emas u. Tukirib qo'ydigan odamlar emas. Abduqodir Yapchandek ishning beshida ketib qolgan haqiqiy inqilobchi, haqiqiy inqilobiy ruhi va haqiqiy jasoratlik, millat qahramonimiz deb madilisi bo'ladigan bir odam chiqib o'zining Qur'ondan olgan tushanchisini boshqa odam o'tirib qo'yib, men Qur'onda namozni 3 vaqt deb qarayman desa, yuziga tukirib qo'yish kerak desak bo'lmaydi. Namozning vaqti yo'q deydiganlar bor Qur'onda. Ular namozni inkor qilmaydi, namoz o'qiydi. Vaqti yo'q deb turib, xohlaganda o'zi o'qiydi namozni. Ularning dalillari shundacha Qur'ondan akiladi, juma dalilni ular. Abdukiram Zoir, Ahmad Fidoyi, Abdulaziz Beshto'g'roq shu Abdukiram Zoir Qur'onni yetkazish jarayonida 3 vaqt degan bo'lsa, namozni inkor qilgan odam bo'lmaydi u. Shu Qur'ondan 3 vaqt namozni topa olgan bo'lishi mumkin. Abdukiram Zoir 3 vaqt o'qishi mumkin. Namozning vaqti yo'q deganlar xohlaganda o'qishi mumkin. Shaxsan men Payg'ambar alayhissalom 5 vaqt tepib ekan. 5 vaqt tepib shu Qur'onda 5 vaqt deb ko'rsatib qo'yapti ekan. Shuni o'qib turay deb men 5 vaqt o'qiyman. Lekin mushlarning hech qaysi namozni inkor qilayotgan yoki Qur'onni inkor qilayotgan odamlar emas. Bu odamlarning yuziga tukirib qo'ydigan odamlar emas. Ahli ilmlarimiz ularga Qur'on bilan chiqib, Allah Qur'onda manda degan, sen meyerni ketkizib qo'yding, meyerni xatolashyapsa, demidi tex hech kim. Nurg'un yozmalarni yezib, Qur'onni inkor qilding da'vatga yozmalar Abduqodir Yapchan shu gapni qilishdan burun deyilgan. Lekin shu gaplarni qilayotganlarning hech qaysi Allohning oyatidan dalil kelib turib Qur'onni inkor qilding delanmadi. Doktor Muhammad Yusuf o'zining yozmasida Qur'onni yetarli ko'rgan odam mushundaq bir ozg'un bir insonlar chiqadi, Qur'onni o'ziga yetarli ko'rdigan bir ozg'un insonlar chiqadi deb bir hadislarni so'zlab, yozmalarni yozdi. Ham so'zladi. Lekin Qur'on desa, Qur'onning o'zining yetadiganligiga nurg'un oyatlarni Alloh keltirib qo'ydi. Sura Furqonning 25-oyatidan 31-oyatigacha Qur'onni o'ziga yetarli ko'rmagan odamlarning qanday bo'lganligi, Sura Ankabutning 50-51-oyatlarida Qur'onni o'ziga yetarli ko'rmagan odamning qanday bo'lganligi, Sura Zuhrufning 43-oyatida qiyomat kuni sizlarni shu Qur'on bilan so'raymiz degan oyatlarning hammani dalil keltirib, Qur'onning yetmaydiganligiga bir tal oyat dalil qilib dedik, qilmadi hech kim. Qilmasdinchi desa, oyat bilan taqobil turolmasdan bir narsalarni yozdi. Yozgan narsalarning hech qaysi bir putrab turarligidek bir narsa emas. Endi gapning o'ziga kelsak, Abduqodir Yapchanning so'ziga kelsak, Abduqodir Yapchandagi bir xatolik nima desa,
Ma so'zni qilayotgan odamlar Qur'onni inkor qilayotgan odamlar emas. Ma so'zni qilayotgan odamlar namozni inkor qilayotganlar emas. Payg'ambar alayhissalom 5 vaqt qilib tepib ko'rsatib qo'yapti. Payg'ambar alayhissalom 5 vaqt ko'rsatib qo'yapti-ki, sen tepib baqasan 5 vaqt namoz o'qiyotibsan desa, shu 5 vaqt namoz o'qiyotgan odamni Qur'ondan 5 vaqt namozni topolmaydi. Topolmaydi. Payg'ambar alayhissalom namozning jiltisi Qur'onda bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhissalom ko'rsatib qo'yapti-ki, shuning uchun o'qiyotman deb javobni beraman men shaxsan o'zim. 1400 yılının yağı depti. Ne Abdülkadir yapacaksın degandek 1400 yılının yağı şu 5 vaqt okup kelyapatgan adamlar mı var? Moşununga o'xshash 3 vaqt deydiganlar mı var? Namazning vaqti yo'q deydiganlar mı var? Şu 1400 yılının yağı mana moşundaq firqa bor. Hozir Türkning ichida nurg'un olimlar bor, har xil qaraydigan. Qur'onni ichib qo'yib turib so'zlaydi jumoshlarning hammasi. Arablarning ichida bor? Arablarning ichida bor? Uyg'urning ichidan endi chiqibdi ekan, chiqqanligi bu bizga ziyon keltiradigan narsami deganda, yo'q ziyon keltiradigan narsa emas. Qur'onga yuzlanish, Qur'onni bilish, Qur'onni o'rganish uchun cho'ng bir turtki bo'ladigan bir narsa. Bu odamlarning yuziga tukirib qo'yadigan odamlar emas, uning bilan chiroyli paranglashadigan odamlar. Men Abduqodir Yopchonga bak hurmatim bor, bak esil odam. Mushu qilgan so'zidiki, mushu yuziga tukirib qo'yish kerak. Ular namozni inkor qildi, Qur'onni inkor qildi degan so'zini men e'tirof qilmayman. Ular unda odamlar emas, Qur'onni va namozni inkor qiladigan va uning yuziga tukirib qo'yadigan odamlar emas deb qarayman.